birinchi qizcha ekan, oyisi qizligini bilib abort qilaman deb aytadilar. Dadasi ham xafa bo'lib chiqib ketdilar, hattoki javobini ham olmay ketishdi. Men hayronman, endi qiz degani bo'ldi, yashash kerak emas degan narsa yo'q-ku. U nima bo'lsa ham o'g'ilmi, qizmi sog'lom bo'lishi kerak birinchi o'chiribdi. Keyin ko'p holatlarda qiz bola bo'lishiga sabab erkak kishida foizi past bo'lishi, spermatozoidlarning foizi past bo'lishi. Erkak kishi toki davolanmas ekan, faqat qiz tug'iladi. Bunaqa qilib ayollaringlarni gunohga botqizib, qiz bo'lgancha abort qildirib, keyin faqat oldirib tashlash kerak emas, davolatib, keyin homilador bo'lish kerak. Bunaqa men bilmayman, bunaqa narsani juda ham qarshiman abortga. Mana sog'lom bola hamma joyi bor, 12-13 haftalik. Hamma joyi bor, qo'li, oyog'i, hamma joyi bor.